Bir kuni o'rmonda bir kichik maymunchoq yolg'iz uxlab o'tiribdi. Opam yetib ketdi. Bir kepinak uchib kelib, kichik maymunchoq, yig'lamag'in, men senga yordam qilib apangni tepish berma, debdi kepinak. O'ylab baqina, u qanchalik cho'nglikda? U bek cho'ng, debdi maymunchoq. Mendimi cho'ng? U sendimi cho'ngmi? Undaqda men apangni ko'ygan. Kel kichik maymunchoq, kela, debdi va kichik maymunchoqni pilning uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, u bir pil. Mening opam undoq yo'g'on, kulrang, kelangsiz hayvon emas. Opamning undoq yo'g'on pil tishi va agri xortumi yo'q. Hem kangri, hem qilin tuzi yo'q. Opamning quyruqi daraxtga yugishalaydi. Nima? U daraxtga yugishalamdi. Undaqda u yaqin atrofda. Tez bo'la maymunchoq. U ana yadla. Shuning bilan kepinak maymunchoqni yilonning uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, u bir yilon. Mening opam uningga asroq o'xshamaydi. U undoq o'milab mongmaydi va kushildimaydi. Ham uvusidagi tuxumni o'rab yotmaydi. Opamning putlari bor. Endi putli hayvonni izlaymiz deganingmi bu? Uning nadligini men bilaman. Kepinak uni bir o'milchiqning uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, u degan bir o'milchik. Mening opam undoq ham qora, ham tik emas. Unchalik ko'p putlarimi yo'q. U chivin yemaydi, meva yeyishni yaxshi ko'rdi. U degan daraxt shoxlarida yashaydi. Uningdek egizlikda. U daraxtga yamishamdi. Sen boshdan deyishing kerak edi. Opang dal sening ustingdagi daraxtga yoshirinib olgan. Kepinak uni shotutning qishig'i boshlab beribdi. Yo'q, u degan shotutdi. Opamning burni bor, undoq uzun tumshuqi yo'q. Mening opam undoq sayrab, chiqrab yoki vaqirab yurmaydi. Uning tirnoqlari va payli qanotlari yo'q. Ishqilib mening opam sakraydi, taxlaydi. Hay, shundaqmi? Undaqda mana mushu bulungda opang bor. Shuning bilan kepinak maymunchoqni poqining uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, bu bir poqa. Kepinak menga choq-choq qilmag'ina. Mening opam yeshil rangda emas, u ham ko'rkirmaydi. U bundoq shilimshiq ham maynat emas. Mening opam qo'ng'ir rangda, ham tuklik, quchoqlisi shundoq xush yoqadi. Qo'ng'ir rang, tuklik, nemishqa menga baldur demiding? Nayt tezda uni topalaymiz. Bula. Kepinak uni shaparangning uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, u degan shaparang. Nemishqa doim xatolashsa, opam kunduzi faqat uxlamaydi. Men senga uning qanoti yo'q degan edim-ku. Ishqilib u bunchalik kichik emas. Sening opang kichik emas? Men yana o'ylab baqay. U daraxtning ostida suv ichib-yotadi. Yo'q, u yana shu pulg'u. Kepinak, sen ko'midingmi? Bu jonliqlarning hech qaysi menga o'xshamaydi. Sen menga opangning senga o'xshaydiganligini demagan-ku. Albatta demadim. Men seni biladi deb o'ylabdim-a. Men bilmayman, bilolmayman. Qara, debdi kepinak maymunchoqqa o'zining kichik peli qurt bolalarini ko'rsatib turib. Mening hech qaysi bolam menga o'xshamaydi. Demak, opang senga o'xshamdi. Ammo uning nadligini tezla topa olamiz. Kelgina kichik maymunchoq, kela. Endi seni opangning uyiniga elib boradigan vaqt keldi, debdi-da bir maymunning uyiniga boshlab beribdi. Yo'q, bu mening opam emas, dadam, debdi kichik maymunchoq. Andan u opasini ko'rib, "Oppa!" deb chin quchoqlabdi.